Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Hop, navbatdagi darsimizda 5-may 2-smenada tushgan 43-savol tahlilini ko'rib chiqamiz. Hop, demak, o'sha 4-may 1-2-smena va 5-may 1-smena savoliga nisbatan albatta bu savol sal o'sha 5-may 2-smenada tushgan savollar o'zini yozma savollar murakkabroq tushdi, meni fikrim. Hop, lekin yaxshi tayyorgarlik ko'rgan abituriyentlar albatta bemalol ishlay oladi. Hop, bemalol yozma ishdan 75 olsa bo'ladi. Hop, yozma ish biz uchun juda ham muhim, chunki darajamiz A ga yoki A+ ko'tarilishi uchun yozma ishdan maksimum 75 olishga harakat qilishimiz kerak. Hop, demak, savolni o'qiydigan bo'lsam, bir hududda kafil buyboli kurka genoidi bo'lib, buybolining spermatogoniyasi, kurkaning tuxum hujayrasi, genoidining spermatidasida jami 110 ta xromosoma bo'ladi. Genoid spermatogoniyasidagi autosom hujayralar soni o'sha hujayralarning 95% tashkil qiladi. Buyvolning spermatogoniyasidagi jinsiy hujayralar soni o'sha hujayralarning 4% tashkil qilsa, quyidagilarni aniqlang. Hop, har bir hayvonning 2 va m to'plamidagi xromosomalar to'plamini topishimiz kerak. Hop, bu o'sha tiklangan savol hisoblanadi. Offline va onlayn kurs o'quvchilari ham imtihonda kirib chiqqan edi va shular asosida savollarni tiklab yechim qilishga harakat qilyapman. Albatta keyingi kuzgi sertifikat imtihonlarida juda katta foydasi tegadi. Shuning uchun ko'ring, yaxshiroq tushunib olinglar. Hop, demak, savolni tahlilni boshlaymiz. 43-savol ekan. Demak, bizda 3 ta hayvon berilibdi, bitta hududda tarqalgan. Birinchisi demak buybol, spermatogonchi bilamiz. Hop, ikkinchisi kurka. Hop, uchinchisi bizda genoid. Hop, bu savol o'zi birinchi bo'lib adashmasam mart milliy sertifikat imtihonida tushgan edi. Mart emas, yanvar oyida ekan. Yanvar oyi 26-yanvar. Hop, 26-yanvar ikkinchi smena adashmasam 41-savol bo'lib tushgan edi. Shunga o'xshash savol. Hop, o'sha savol ham ko'p kishi chalkashtirib xato qilgan edi o'sha paytda ham. Bu unga nisbatan ozgina o'sha osonroq savol hisoblanadi. Shuning uchun buni bemalol ishlay olishimiz kerak. Hop, demak, berilgan shartdagi ma'lumotlarni yozib olamiz. Bizda buyvolning spermatogoniyasi deyilyapti. Demak, yozib olamiz. Spermatogoniyasi. Spermatogoniyalar bilamiz 2n 2s to'plamiga ega bo'ladi. Demak, kurkaning spermatogoniyasi berilibdi bizda. Hop, keyin genoidining spermatidasi. Hop, kurkaning tuxum hujayrasi. Tuxum hujayra gapli to'plamiga ega bo'ladi, ns bo'ladi, xromosomalar to'plami. Hop, va genoidining spermatidasi. Spermatida ham xuddi shunday. Gapli to'plamiga ega bo'ladi. ns bo'ladi spermatidalar. Agar yaxshiroq buni tushunib olib, keyingi sertifikat imtihonida xato qilmayman desangiz, albatta YouTube'dagi o'sha hayvonlarning gametogenezi degan o'sha mavzuni o'tib berganman, o'shani ko'rib yaxshiroq tushunib olsangizlar bo'ladi. Albatta sertifikat imtihonida juda katta foydasi tegadi. Hop, spermatidasi berilibdi mana bizda. Hop, mana shundagi jami xromosomalar to'plami, demak bunda va bunda va uchalasida jami 110 ta ekan. Demak, xromosomalar to'plami ahamiyat beramiz. Demak, xromosomalar to'plami bizda 110 ta ekan. Ana endi genoidi spermatogoniyasidagi autosom hujayralar soni. Genoidini spermatogoniyasidagi, ana endi buni yozib olishimiz kerak. Boshqa to'plam chunki spermatogoniyasi. Spermatogoniyasi, demak spermatogoniyalar 2n 2s to'plamiga ega bo'ladi. Spermatogoniyasidagi autosom hujayralar soni deyiladi. Demak, buni x desak, xromosomalar to'plami 2x bo'ladi diploid holatda. Xo'p, va buni autosomlar soni topadigan bo'lsak,
autosomlar soni demak 2x minus 2 bo'ladi. Ikkitasini ayirib tashlashimiz kerak. Autosoma hujayralar soni o'sha hujayralarning 95% tashkil etadi. Spermatogonisidagi autosoma hujayralar soni o'sha hujayraning 95%. Demak, bizda spermatogonisidagi hujayralar 2x to'g'ri. Demak, 2ximiz 100% bo'ladi. Xo'p, autosomalar soni 95% ekan. O'sha hujayraning degani uchun biz 2ximizni 100% bo'ldik. Demak, bu 95%. Demak, mana shu tenglamani ishlab olamiz. Demak, 95 ni 2 ga ko'paytirsak 180x bo'ladi. Barobar bu demak 200x minus 200 bo'ladi. Demak, bu yoqqa o'tsa 20x barobar 200. Hop, x teng 10 chiqadi. Demak, ximiz 10 chiqdi. Hop, buni diploid holatda 20 ta ekan xromosomalar to'plami. Demak, n'imiz 10 chiqdi bizda gapli to'plamda 10 ta xromosomasi bor. Hop, buni to'pladik. 110 dan 10 ni ayiramiz, bizda bu ikkalasi qoladi, xromosomalar to'plami. Demak, bu ikkalasidagi xromosomalar to'plami 110 dan 10 ni ayiramiz, 100 ta bo'ladi. Xromosomalar to'plamiga ahamiyat beramiz. Xromosomalar to'plami. Ana endi Xo'p, buyvolni spermatogonisidagi jinsiy hujayralar soni. Demak, buyvolni spermatogonisidagi jinsiy hujayralar soni. Demak, spermatogoniyalar, ana endi buni biz x desak, 2 yanada 2x ta xromosoma bor. Jinsiy hujayralar soni esa 2x minus 2 bo'ladi. Bu autosoma. Hop, autosomalar soni 2x minus 2 plus x yo y bo'lishi mumkin. Ya'ni buni erkak buyvolni ustimiz uchun erkaklik urg'ochiligi haqida gapirmayapti. Shuning uchun bu x yoki y bo'lishi mumkin. Xullas, bizda ikkita jinsiy xromosoma bor. Xo'p, demak, ikkimiz 4% deymiz. Ikkita jinsiy xromosoma bor. Demak, 100%imiz bizga nechaga teng? Ana endi jinsiy xromosomalar soni ikkita, yo x bo'lishi mumkin, yo x yo y bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz ikkimiz 4%, ana endi 100%lar. Xo'p, spermatogonisidagi jinsiy hujayralar soni o'sha hujayraning 4% tashkil qiladi. Demak, spermatogonisidagi jinsiy hujayralar 2x. Demak, 2ximiz 100% bo'ladi. Buni to'plab bu 4x bo'ladi. Xo'p, 8x bo'ladi, barobar, xo'p, 200 bo'ladi. X teng demak, topadigan bo'lsak 200 ni 8 ga bo'lamiz, 25. Demak, bizda 2ximiz holatda 25 ta xromosoma bor ekan, gaploid holatda. Ana endi diploid holatda bu xromosomasi 50 ta bo'ladi. Xo'p, buyvolda spermatogonisi diploid to'plamga ega. Demak, buni diploid to'plamda xromosomasi 50 ta bo'lsa, spermatogonisi, ana endi biz Xo'p, demak, buyvolning ikkinada 50 ta xromosomasi bor. Ana endi buni tuxum hujayrasidagi xromosomasini topsak bo'ladi. 100 dan 50 ni ayirsak, bunda enida 50 ta qoladi, lekin bizga ko'payib ketyapti. Demak, tenglamada qayerdadir xato qildik menimcha. Xo'p. Demak, mana bu tenglamani ishlayotganda xato qildik. Xo'p, mana bu 190 bo'ladi, 180 emas. 2x ni 95 ga ko'paytirsak 190 bo'ladi. 200 dan ayirsak 10 bo'ladi bu. Hop, bu 20 bo'ladi keyin. Demak, shara xato bo'lgan ekanmiz. Demak, hop,
20 ta xromosomasi gaploid holatda. Hop, diploid bunda gaploid holatda 20 ta xromosomasi bor ekan. Ana endi buni diploid holatda xromosomalar soni nechta bo'ladi? 40 ta bo'ladi. Genetida diploid holatda 40 ta bo'ladi. Ana endi 110 dan 20 ni ayirsak, mana bu yerda nechta xromosoma qoladi? 90 ta. 90 dan 50 ni ayiramiz, mana bu yerda 40 ta qoladi enida xromosomalar soni. Hop, buni 2 enida esa 80 ta xromosoma bor. Demak, ozgina masala chalkashtiradi. Mana bu yerda ozgina x xato topganimiz bizga masalani oxirigacha xato ishlashimizga sabab bo'ladi ekan. Xo'p, bu masalani o'quvchilar bilan tahlil qilgan edim. Shuning uchun sizlarga ham video yechim qilib tushuntirishga harakat qilyapman. Xo'p, yaxshiroq tushunib bo'lsak, ertaga kuzgi milliy sertifikat imtihonlarida albatta tushish ehtimolligi juda katta bo'lgan savollar hisoblanadi. Xo'p, mana endi bizda so'ralgan narsalari buyvonning interfazaning sintezlaridagi delta soni so'ralgan ekan. Xo'p, interfazani sintez S davrida xromosomlar soni 2n 4s bo'ladi. Demak, bizda buyvon so'ralyapti. Xo'p, sizlarga ABC topshiriqlari boshqacha bo'lishi mumkin. Xo'p, men 100% aniq bilmayman, chunki imtihonga kirganim yo'q. Bu onlayn va offlayn o'quvchilarning kirib chiqqanidan foydalanib savolga yechim qilyapman. Umid qilamanki, sizlar o'zlaringizga kerakli qismini topib olasiz va to'g'ri yoki xato ishlaganingizni bilsangiz bo'ladi. Xo'p, demak, buyvol so'ralyapti bizda. Buyvol gaploid holatda 25 ta xromosomasi bor enida. Shuning uchun bu yerda S-da 25 ta deb DNK'sini topib olsak bo'ladi. DNK 100 ta ekan. Demak, A'sini javobi 100 bo'ladi. Ana endi B'sini javobini topadigan bo'lsak, genetini metafazalaridagi xromosomlar soni. Metafazada 2n 4s bo'ladi xromosomlar soni. Xo'p, shundagi xromosomlar soni so'ralyapti genetida. Demak, genetida n-da 20 ta bo'lsa, 2n da nechta bo'ladi? Xo'p, 2 ni 20 ga ko'paytiramiz. Demak, 40 ta xromosoma bo'ladi. Demak, javobimiz 40 bo'ladi. C'sida topadigan bo'lsak, kurkani metafaza 2 davridagi xromosomlar soni. Demak, metafaza 2. Metafaza 2. Metafaza 2 da xromosomlar to'plami n2s bo'ladi. Xo'p, kurkani n-da nechta xromosoma bor? 40 ta xromosoma bor. Shu xromosomlar soni so'rayapti. Demak, 40 ta xromosoma bo'lgani uchun, demak, javobimiz n bor. 40 ta bo'ladi. Bu A, B, C ga topshiriqlarni o'zim tikladim. Buni aniq nima tushganini bilmayman. Faqat savol lekin aniq nima tushganini bilib oldim. O'quvchilardan foydalanib, shuning uchun A, B, C topshiriqlarini o'zingizga to'g'rilab topib olsangiz bo'ladi va to'g'ri yoki xato ishlaganingizni bilib olsangizlar bo'ladi. Xo'p, umid qilamanki, savolni tushuntirib oldim. O'zingiz mustaqil bu masalani qaytib ishlang, qaytib o'sha shug'ullaning o'zingiz ustingizda. Keyingi o'sha kuzgi yoki bahorgi, yozgi sertifikat imtihonlarida, keyingi bo'ladigan sertifikat imtihonlarida juda katta foydasi tegadi. Albatta, savollar takrorlanadi imtihonda. Shuning uchun yaxshiroq ko'rib tushunib olishimiz kerak. Video darslarimizni o'sha YouTube'dagi darslarimni qayta ko'ring. Sizga ertangi imtihonlarda juda katta foyda beradi. Balkim o'tmi imtihonlarda ham bu savollar tushishi mumkin, chunki darajasi unchalik qiyin emas. Shuning uchun yaxshiroq o'rganib olishimiz kerak. Xo'p, sizlar bilan Avicenna Education o'quv markazi asoschisi Quvondiq Qamrayev, doktor Avicenna bo'ldi. Qanaqadir savollaringiz va takliflaringiz bo'lsa, bemalol Telegram va YouTube kanalimga a'zo bo'lib, savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Telegram kanalimga albatta a'zo bo'ling. Bu yerda yozma ish savollari, yangi va yangi milliy sertifikat savollari, 30 talik savollar berib boriladi. Albatta ishlab, o'tmi imtihonlarda va sertifikat imtihonlarida foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, agar video darslarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, demak, YouTube va Telegram kanalimga a'zo bo'lib, like bosing, ko'proq do'stlaringiz ulashing. Albatta, bilim ulashish hammaga manfaat keltiradi. Xo'p,
yana savollaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashlaringiz mumkin. Xo'p. E'tiborlaringiz uchun rahmat.